Farg'ona davlat texnika universiteti talabalari tomonidan hozirda yangilik ishlab chiqarilgan. Buni bir qator o'z mutaxassislar bilan gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga kerak bo'ladigan mahsulotlar mana o'zimizning milliy brend bo'lib chiqyapti. Shu kunlarda massiviy xudo xolasa ma'qul kelib qolsa ishlab chiqarishga qo'yiladi. Yangilik bu narsa. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu narsalarni hozir bir qator biz obzorini qilib chiqamiz akamiz bilan. Xormay aka. Salomat bo'ling aka, charchamaysiz. Charchamayapsizlarmi? Nimalar o'ylab chiqarildi, nimalar modernizatsiya qilindi aka? Hozirgi vaqtga kelib, ustozlarimiz bilan birgalikda bir vaqtning o'zida 3 xil energiya olish tizimi joriy qilganmiz. Qurilmamizda, ya'ni issiq suv, issiq havo va elektr energiya olish tizimi ishlab chiqilgan. Hozirgi vaqtda shu holatdagi versiyamiz bu quyosh paneli orqali, ya'ni bakimizni elektr energiya orqali isitib bera oladi, ya'ni 2 soatda 70-80 gradusgacha bemalol isitib bera oladi. Bundan tashqari quyosh kollektorimizni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu quyosh kollektorimizning umumiy quvvati 700 vattni tashkil qiladi. Bu umumiy quvvati hududi 1 metr kvadrat tashkil qiladi. Aytib o'tganimizdek 700 vatt quvvat bera oladi. Xo'p, aka qarang. Bu narsani men oldin ko'rganman, xafa bo'lmaysiz. Nima yangilik bor albatta? Hozir yangilik deb aytdim, mana obunachilarimiz ko'rib turganlar va O'zbekiston bo'ylab mana bu narsani biz ko'rganmiz, zavoddan kelganlarni suvda isitib beradi. Albatta nima yangilik aka? Nima o'zgartirish kiritgansizlar? Biz o'zgartirish kiritishimizda bu bitta qurilma orqali biz 3 xil energiyani bitta qurilmada jam qilyapmiz. Ya'ni ortiqcha elektr energiya olish uchun quyosh paneli sotib olmaysiz, ortiqcha quyosh kollektori uchun sotib olmaysiz. O'sha narsani bitta tarzda, mukammallashtirilgan tarzda, ya'ni quyosh energiyasidan samarali foydalangan holatda 3 xil energiya aytib o'tyapmiz. Ya'ni quyosh panelidan issiq suv yoki elektr energiya ishlatishimiz mumkin. Quyosh kollektorimizda bundan ham issiq suv yoki issiq havoni iste'molchilarga yetkazib berishimiz mumkin. Xo'p, tushunishim bo'yicha qarang mana. Mana shu bitta moslama bilan suvni isitsa ham bo'ladi. Bundan tashqari uyga tok ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Qo'shimcha tarzda tok ham ishlab chiqarsa elektr energiya ta'minlab beramiz. Tok deganimiz endi o'zimiz xalq tilida shunaqa deymiz. Xullas men tushundim bu narsani. Buni oldingi versiyalar o'z zavodskiy ishlab chiqariladiganlari suvni o'zini isitib berardi. Endi sizlar takomillashtirganlarning ham suvni isitadi, ham uyga elektr energiya bilan ta'minlab beradi. Undan tashqari issiq suv, issiq havo ham quyosh kollektori yordamida elektr energiya, 3 xil energiya ishlab chiqarib beramiz bir vaqtning o'zida iste'molchiga. Issiq havoda nima foydasi bor masalan? Issiq havoga masalan hozirgi kunga kelib yozda emas, qishda asosan asosiy iste'molchilarning ehtiyoji, ya'ni parniklar, shunga o'xshash masalan quritish moslamalari uchun biz ortiqcha elektr energiyadan foydalangan holatda o'zimizni ortiqcha moddiy taraflama zarar ko'rgan holatda o'zimizning ehtiyojlarni qondiramiz. Biz bu qurilmamiz orqali tabiiy ravishda oddiy quyosh energiyasidan olgan holatda, ya'ni o'sha issiq xonalarni issiqlik bilan ta'minlab bera olamiz. Oddiy quyosh energiyasidan. Tushunarli. Xo'p, mana bunisi o'sha issiqlik bilan issiq purkaydigan narsa bu. Oddiy qilib tushuntirganda, jaydari tushuntirganda, narigacha suv, issiq suv bilan elektr bilan ta'minlaydigan narsa. Bu qurilmamiz. Bular hamma narsasini hisob-kitobini qilgansizlar. Yaqinda adashmasam bunga buyurtma berildi aka, mana shunga. Bunga buyurtma berildimi? Bunga hozirgi vaqtda undan o'sha Tbilisiga yetkazib berish, sotish xizmatini boshlang'ich holatda hozir. Ishlash jarayoni bo'ldimi bunda, kuzatildimi? Qanaqa bo'ldi aka? Ishlash jarayoni hozir kuzatildi. Masalan, aytib o'tganimizdek, xuddi shu holatda ishlab chiqqanimiz 1 metr kvadrat hududda 700 vatt energiya quvvat ishlab chiqarib bera oladi. Ya'ni xuddi aytib o'tganimizdek, panellarga yoki quritish moslamalariga bemalol hozirgi vaqtda sotish jarayonini boshlang'ich tarzda boshlaganmiz. Ular ishlab turibdi, sinovdan o'tdi. Albatta, sinovdan o'tganmiz. Endi mana bu narsa o'ylab topilgan. Haliginda ustozingiz aytdilar, ustozingiz bilan gaplashganimizda, xuddi shu narsani jamlaganimiz ham bor. Yangi versiyada xudo xolasa ishlab chiqyapmiz uni. U xona bo'ladi aka. Ya'ni xuddi shu holatda bitta qurilmani o'zida quyosh paneli, quyosh kollektorlari mavjud bo'lgan holatda xuddi shu yangi versiyasida bitta qurilmada, ya'ni issiq suv ham shu qurilmada, issiq havo ham, elektr energiya ham shu bitta qurilmada ishlab chiqarib berib, iste'molchiga yetkazib beramiz. Xo'p, aka mana xuddi shu ko'rib turgan narsamizni bitta xonadonga qo'yadigan bo'lsak,
100 litr suv bor, to'g'rimi? Aristondan farqi quyoshdan oladi, isitadi. Bundan tashqari xonadonga masalan elektr energiya, bitovoy texnikalarga, yengil narsalarga yorug'lik ham chiqarib beradi. Albatta. Elektr tokini ham chiqarib beradi. Qadrdonlar, mana ko'rib turgan narsalarimizni bir qator gaplashdik akamiz bilan, qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Mana uni tushunganlar bo'lsa kerak, bu narsa hozirgi kunda modernizatsiya qilindi. Ya'ni quyosh paneli, bundan tashqari suvni ham isitadi. Xonadoningizga 500 vatt adashmasam, mana shu 500 vatt quvvat. 500 vatt quvvat ham berar ekan. Bunisi bu issiqlik havoni purkaydigan kollektor dedingiz. Albatta. Buni foydasi teplitsalarga, aynan shunaqa issiqlik havo purkaydigan joylarga kerak bo'lar ekan. Hozir mana ko'rib turgan joyimiz yaqinroq olib kelingda aka. Buni ichini qaraydigan bo'lsa, rombi shaklda bo'lgan. Bu nimaga kerak bo'ladi aka, rombilar? Bu quyosh samaradorligini oshirish maqsadida, issiqligini yanada samaradorli ishlab chiqish maqsadida romb shaklda terilgan. Ya'ni quyosh nurlari bir-biriga urilgan holatda yanada quyosh parchalanish natijasida energiyani ko'proq olish maqsadida. Tushunarli. Buni siz aytdingiz, ikkita versiyasi bo'ladi dedingiz. Mana unisini narxi sal hamyonbopdan balandroq bo'ladi. Buni rombini yechib yuboriladigan bo'lsa, hamyonbop narxi tushadi dedingiz. Tushundim. Qanaqa narx bo'ladi aka, ikkalasini narxini tushuntirib bersangiz? Romb shaklda hozirgi vaqtda shuni ko'rib turgan holatda o'rtacha 1 million so'm tashkil qiladi kollektorimiz o'zi. Agar rombsiz holatda oddiy tekis yuzaga o'rnatilgan quyosh kollektori esa 700 ming, 750 ming atrofida yetkazib beramiz. Xo'p, dastlabkasini ustozingiz bilan gaplashdik. Aytsam, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz. Zakaz qilishadigan bo'lsa, yaqin kunda yana yangiligimiz bor deyishdi. Mana shu quyosh nuridan suvni ham isitaverasiz, xonadoningizni ham yoritaverar ekansiz. Xudo xolasa mana Xitoy deyapmiz. O'zimizda ham kuchli mutaxassislar bor, faqat ularga ozgina podдержка kerak, yordam kerak. Mana shu videolarda like bosib, komment yozib, do'stlarga jo'natib yuborsalaring, xudo xolasa hammaga yetib borsa, bundanda yaxshiroq narsalar ham ishlab chiqarishni boshlanadi. Bu innovatsiya bo'libdi, ya'ni modernizatsiya bo'libdi. Buni zavodskiy holatdagisini ko'rganmiz, faqat suvni isitib berardi. Endi yorug' elektr energiyasini ham chiqarib beradigan, undan tashqari bunaqa kollektorni ham 3 tasi birdan qilib chiqarishar ekan. Zo'r narsa bo'libdi. Aka, buni narxi qanaqa bo'ladi endi? 6,5 million so'mni tashkil qiladi umumiy holatda hozir. Agarda modernizatsiya shakli yanada o'zgartirib, yanada hamyonbop tarzda yetkazib berishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda, hozirgi moment ishlab chiqqanimiz 6,5 million so'm tashkil qiladi umumiy narx. Ha, tushunishim bo'yicha qadrdonlar 6,5 million bo'lishining sababi bu hozir bir dona yo bir dona, 2 dona ishlab chiqarishyapti. Shuning uchun sal qimmatroq o'zlariga ham tushgan. Agar buni massiv ishlab chiqariladigan holatga kelsa, konverga tushadi. Konverda buni narxi yana ham arzonlashishi kutilyapti. Shunaqa aka? Ha, tushundim aka. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz to'liq bundan tashqari yana tushuntirib ham berishadi. O'rnatishlarni qana bo'ladi aka buni? O'rnatishlari, xizmat ko'rsatishlari o'zimiz borib o'rnatib berib, yetkazib beramiz. Tushunarli. Agar uzoqroq joyda bo'lsa, telefon orqali bo'lsa ham qanaqa holatda ishlashlarini tushuntirib beramiz. Albatta, momentlari, masalan biz iste'molchini ehtiyojiga qarab, masalan, elektr energiya ko'proq, suv kamroq bo'lishi mumkin, suv ko'proq, elektr energiya kamroq istim. O'shanga qarab moslashgan holatda ham o'sha zakaz bergan holatga ko'rinishda yetkazib berishimiz ham mumkin biz. Qadrdonlar, qaranglar, qulaylikni juda ham zo'r qilib yuborishibdi. Mana shu narsa sizning uyingizga kerak bo'lsa, sizga asosiy issiq suv kerak deb tursangiz, issiq suvning hajmini oshirib berishadi. Yo, menga issiq suv normal holatda kerak, elektr energiyasini ko'proq hajmda kerak deydigan bo'lsangiz, unaqa variantini ham ishlab berishar ekan. Bu narsa, xudo xolasa O'zbekistonda yangilik bo'lib turibdi. Akalarimizga murojaat chiqaverasizlar, ustozlarga ham rahmat aytamiz. Aytgancha do'stlar, mana qo'limda ko'rib turgan narsalar, mana havo, issiqlik havo kollektorining ichidagi moslanadi. Buni hisob kitobini qilishgan, ya'ni bu pastdan normal havo kiradi. Havo oqimlari shu yerda qizib turib, mana bu yerdan xonadonning ichiga issiq havo kirgizib beradi. Buni asosiy vazifasi hech qanaqadir narsalar kerak emas, tok bu narsalar kerak emas. Shunday o'rnatiladi. Bu o'sha issiq havo kollektorini o'rnatilgandan keyin обычный havoni mana quyosh orqali isitib xonadonga kirgizib beradi. Asosiy bu narsa ishlashligi shunaqa bo'lar ekan. Hozir mutaxassis akamiz aytdilar, tushuntirdilar. Masalan, bahor kunlarida kuz va qish ichida ishlar ekan. Uni mana oddiy quyoshli kunlarda, mana shu qish quyoshli kunlarida обычный havoni shu yerdan
isitadida, uyni ichiga haydab beradi. Plus 25 gacha chiqarib berishni ilojisi bor ekan. Uni ham mutaxassis o'zlari tushuntiradilar, buni normalarini qanaqa holatda bo'ladi. Buni endi zakasi beriladigan bo'lsa, masalan, siz 4 ga 5 yoki 6 ga 3 xonadoningiz bo'lsa, o'sha sizni xonadoningiz uchun ham proyekt qilib chiqarib berishar ekan. Shunaqami aka? Albatta, masalan, xonamizni isitish ham metr kvadrat qancha yuzasi o'shanga xohlagan holatda, masalan, 1 kunlik ehtiyojni shu qilingan qurilmamiz orqali o'sha moslangan holatda, masalan, siz aytib o'tgandek 6 ga 3 yoki 5 ga 6 katta xonalar o'sha razmeriga kelib chiqqan holatda o'sha xonani bemalol isitib beradigan quyosh kollektor ishlab chiqarib bera olamiz. Tushunarli. Bundan tashqari buni xohlasangiz tomga o'rnatsangiz bo'ladi, xohlasangiz devoriga ham moslashtirib berishar ekan. Xudo xolasa padishka qilib tursalar ham akalarimiz buni ustida yana ham ishlashadi. Bundan tashqari juda ham arzon energiyani xudo xolasa xalqimizga taqdim etishadi. Bu narsa Yevropada bor o'zi, yangilik demayapmiz. Shu Yevropada ishlab kelayotgan narsani O'zbekistonga olib kirib takomillashtirishyapti. Bu degani bizda ham xudo xolasa rivojlanish kuchayadi. Bu bizga qulaylik bo'ladi. Aka hozir birinchisi aytganingizdek rombiyligini narxi 1 million atrofida. 1 million o'rtacha. Bu splashnoy. Splashnoy tekis holatda esa 700 ming 750 ming atrofida chiqadi. Endi bu aka qarang. Nima farqi bor splashnoy bilan rombiyda? Xo'p, xuddi aytib o'tganimizdek, qancha narx oshgan sari samaradorligi oshib boradi. Xuddi aytib o'tganimizdek, rombli shaklida quyoshning samaradorligi ortib borgan holatda, masalan, hop, mana 20 gradus, o'rtacha 20 gradus desa, 0 gradusda agar qish kunlari 0 gradusda 20 gradusgacha isitib beradigan bo'lsa, rom shaklda 25-27 gradusgacha isitib bera oladi. Bo'ldi, tushunarli. Splashnoyda masalan 20 plus qilib bersa, romda mana mosnamalarda o'rnatiladi-da, u 25 plus shunga chiqadi. Albatta, samaradorligi yuqori bo'ladi. Qadrdonlar juda ham zo'r narsa bo'libdi. Aka, bu hozir hammasi biz, masalan, ikkinchi versiyani tushuntirib o'tdim. Ya'ni ikkinchi versiyada shu qurilmamizda yarmida quyosh paneli, yarmida quyosh kollektorini moslashgan holatda, ya'ni bir vaqtning o'zida aytib o'tganimdek, bitta qurilmada, ya'ni iste'molchi nima sotib oladi? Bir vaqt o'zida elektr energiya ishlab chiqarib beradigan qurilma, bir vaqt o'zida issiq suv ishlab chiqarib beradigan qurilma, bir vaqt o'zida issiq havo ishlab chiqarib beradigan qurilmani bitta qurilma orqali o'ziga sotib olish mumkin. Ortiqcha masalan, o'zimiz ko'rib o'tyapmizki, masalan, quyosh paneli orqali elektr energiya, ya'ni alohida buni quyosh paneli o'rnatadi. Masalan, quyosh kollektorlari alohida o'rnatiladi. Undan tashqari quyosh, masalan, havo kollektorlari bu alohida. Biz xuddi shu narsani bitta qurilmada ixcham samarali tarzda ishlash uchun ishlab chiqdik. Ikkinchi versiyada ishlab chiqmoqdamiz. Ya'ni xuddi aytib o'tganimizdek, quyosh paneli va kollektor moslashgan holat bitta qurilmada 3 xil energiyani yetkazib bera olamiz. Triadni o'qib bersizlar. Albatta. Tushunishim bo'yicha akalar jaydani qilib tushuntirib berib. Xullas, quyosh panel mana bu narsa, mana havo kollektori, issiq havo kollektori mana shu yerda bo'ladi. Plus issiq suv. Bitta qurilmani sotib olasiz. Sizda elektr energiya ham ehtiyoji yo'qoladi. Bundan tashqari xoningizni ham isitaverasiz. Mana moslama orqali isitaverasiz ham suvingizni. Uchovsini bitta qilib berishdi. Jaydarcha tushuntirgancha. Keyin aka bitta qo'shimcha tarzda aytib o'tib ketmoqman. Biz aqlli tarmoqdan foydalanganmiz, ya'ni o'zimiz telefonimiz orqali boshqarishimiz mumkin. Ya'ni issiq havoni necha gradusga, issiq suvni necha gradusda qancha elektr energiya ishlab chiqarib bera oladi. Ya'ni o'zimiz telefonimiz orqali ko'rib, kuzatib boshqara olamiz. Yana bitta qo'shimcha qurilmamiz, masalan, qish kunlarida kollektorimiz yetarli darajada issiqlik yetkazib bera olmasa, bakimizga, ya'ni qo'shimcha tarzda, avtomatik tarzda quyosh panelidan ishlab chiqarilgan elektr energiyani bakka uzatib beradi. Bu bakda isitib bergan holatda biz o'zimizga kerakli bo'lgan issiq suvni darajasiga yetkazib bera olamiz. Tushunarli. Akalar, qaranglar, mana bizda ham rivojlanish kuchli, faqat biz e'tibor bermayapmiz xolos. Like'larni ayamanglar. Shuni jo'natib tashinglar bu videoda hammaga.